Beruniyda balık tutuğa qiziqaman degan ağalarımız uchun ajoyib yangiligimiz bor. Bu ko'rib turgan Zikashdan azondan kechgacha, ya'ni azongi soat 9 dan kechqurungi 7 gacha atiga 30 ming so'm evazini qarmog'ingizni ap kelasizdan, xalasangiz kuni bilan tutishingiz mumkin. Xalasangiz 2 soat 9 dan 7 gacha bo'lgan vaqt aralig'ida vaqt umuman chegaralanmagan, hech qanday cheklov qo'yilmagan. Qolgan savollarimizga Bahramonimizning o'zi javob beradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ana usta qanday bo'lib turibdi tartibi? Bir shuni tushuntirib bering. Assalomu alaykum. Avliyakning obunachilari. Ko'lda men qarma qurib tashkillashtiryapmiz. Hozir har kuni azonda kelasa soat 9 dan 7 gacha 30 ming so'm. 10 kilo tutasam, 1 kilo tutasam, solmay qolasam, u sizning omadingizga bog'liq. Mana shu ko'limiz hozir 360 metr. Hozircha 100 metrdan beklaganmiz. Ana yog'idan buyog'igacha 100 metr. 100 metrda 400 kilo baliq bor. 300 kilosi shuning sazan, 100 kilosi karas. Misol men 30 ming so'mni berdim sizga. 5 tane balık tuttum. O şu 10 kilo balık bo'lib chiqdi. Sizga shunda pul beramanmi, bermaymanmi? Yo'q, şu 30 ming so'm kelgan vaqtimizda bir qarmog'im bor, 30 ming so'm beraman. 2 qarmog'im bor, 60 ming so'm beraman deysiz. Yozib qo'yamiz, pulni to'laysiz, quraverasiz. Olib ketaveraman. Qalang abitgacha qur. 10 soat ichida, qalang 1 soat qur, qalang 10 soat. Menimcha balık tutuğa qiziqadigan bir balık tutuğa bir dili ketadigan odamlarga ajoyib imkoniyat deb o'ylayman. Agar siz balık tutuğa qiziqadigan bo'lsangiz, jonni chiqaraman, ushagan qarmoqdan balık chiqaraman desangiz, kelib turib o'zingizni sinab ko'ring. Menimcha Beruniyda balıkqa qiziqadigan odamlar men og'amlarning, jo'ralarim ichida dim ko'p. Manzilni hozir tushuntirib o'tamiz. Manzil Beruniy muzeydan kelishdi mana. Yo'q, bu yog'imiz muzey. Proda bilan muzeyning orasidan kelishdi. Muzeyning yo'lidan kelaverasiz, Bizilgan ko'pirdan o'tadi. Yo'li Bizilgan ko'pirdan o'tasiz. Bu yog'imiz Marks maktab 51-maktabdan Urganchga chiqishga, Urganch yo'li. Avtobus, gazellarning yasi shu yerda. Pastda unda telefon nomeringizni ham yozib qoldiramiz o'zingiznikini. Zont etsa o'zingiz javob berasiz. Endi o'zi bu yerda turgan odamlar, balık tuta turganlar o'shab turibmi, o'shamay turibmi shuni so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Atangiz kim? Sanjar. Sanjar, balık barmi qani? Bor, mana ushladim bu. Oching. Mana. Yomon emas, uncha bor bundan. Bor, 5-6 mana. Zakonli. Bu balık to'shag'anlarga nima berasiz shunda? Kart balığımız uşağan adamlarga mana 3 kiloluk balığımız uşağan adamga 100 ming so'm bonusu var mana. 100 ming so'm oladi o'shasa. Hem balıkdan o'zini oladi. 3 kiloluk. Hem balık tep ketadi. Hem 100 ming so'm pul oladi. Buni 2 kilodan patlı, 2,5 kiloday. Bularga 50 ming so'mdan pul beriladi. Ketdi. İçinde de 1,5 kilodan 800 gramga deyil sazanlarımız var. 300 kilo. Al ketdi. Ana. Alamadığınızı versin. Zikashning orqa tarafında, ya'ni yo'lning ustida bu yerda shuna kafe ham bor. Bu yerda nunula yesa bo'ladi endi kechalar. Her qanday taomni zakaz etib kelsanlar bo'ladi. Chorva, dimlama, falga, milliy taomlarimiz bor mana. Marks kafesining chakkalar milliy taomlari Marks kafeda mana. Manzilda yana bir marta eslatib o'tamiz. Bu yog'imiz muzeydan kelaverish. Bu yog'imiz esa 51-maktab, ya'ni Marks maktab taraf bo'ladi. Urganchga ketib bortirishim Marks yoqdan Urganchga chiqadigan yo'lda chapga ketsangiz Urganch yo'lga chiqib ketasiz. O'ngga burilsangiz shu ko'chaga sizni olib keladi. Shans park etib turib bosib kerak bo'lgani.